2025 Chevrolet Matiz yangi avlod shahar avtomobillaridan biri sifatida o'zining ixcham dizayni, energiya tejamkorligi va zamonaviy texnologiyalari bilan ajralib turadi. Ushbu model Chevrolet kompaniyasining kichik o'lchamli, ammo yuqori samaradorlikka ega mashinalar segmentidagi muvaffaqiyatli davomidir. 2025 Matiz tashqi ko'rinishda silliq chiziqlar, aerodinamik shakl va LED yoritgichlar bilan boyitilgan. Bu avtomobil nafaqat estetik jihatdan jozibali, balki harakatda ham yengil va qulay. Yangi dizayn konsepsiyasi shahar ko'chalarida oson manevr qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, mashinaning ixcham o'lchamlari uni to'xtash joylarida ham juda qulay qiladi. Salon ichida esa zamonaviylik va qulaylik uyg'unlashgan. Premium matolar bilan bezatilgan o'rindiqlar, 7 dyuymli sensorli multimedia tizimi, Bluetooth va Android Auto hamda Apple CarPlay qo'llab-quvvatlashi bilan haydovchi va yo'lovchilarga maksimal qulaylik taqdim etadi. Shuningdek, 2025 Matizda avtomatik havo nazorati, orqa kamera va yangi xavfsizlik tizimlari mavjud bo'lib, ular har bir safarni yanada xavfsiz qiladi. Chevrolet Matizning bu avlodi zamonaviy texnologiyalarni ixcham formatda mujassamlashtirib, haydovchilar uchun mukammal shahar avtomobilini yaratadi. Texnik jihatdan 2025 Matiz 1.2 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u 83 ot kuchi quvvatga ega. Uzatmalar qutisi variator, tilt yoki 5 pogonali mexanik variantlarda taklif etiladi. Ushbu dvigatel yuqori samaradorlik bilan yonilgi sarfini kamaytiradi. Taxminan 100 kilometrga atigi 5-2 litr yoqilgi sarflaydi. Bu uni iqtisodiy va ekologik jihatdan foydali tanlovga aylantiradi. Shuningdek, rul boshqaruvi yengil, suspenziya esa silliq harakatlanishni ta'minlaydi. Bu esa haydash tajribasini yanada yoqimli qiladi. Xavfsizlik masalasida Chevrolet Matiz 2025 yilda sezilarli darajada yangilangan. ABS-EBT tormoz yordam tizimi, 6 ta xavfsizlik yostiqchasi va elektron barqarorlik nazorati bilan jihozlangan. Bundan tashqari, orqa to'xtash sensori va yo'l chizigidan chiqish ogohlantiruvchi tizimi ham kiritilgan. Bu funksiyalar nafaqat yangi haydovchilar, balki tajribali foydalanuvchilar uchun ham foydalidir. 2025 Chevrolet Matizning asosiy ustunliklaridan biri uning narxi va iqtisodiy ekspluatatsiyasi hisoblanadi. Arzon texnik xizmat, past yonilgi sarfi va ishonchliligi uni o'z segmentida yetakchilardan biriga aylantiradi. Shuningdek, Matiz ekologik talablarga to'liq javob beradi va to2 chiqindilari miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Xulosa qilib aytganda, 2025 Chevrolet Matiz bu zamonaviy, tejamkor va funksional avtomobil bo'lib, u shahar hayotining barcha talablari uchun yaratilgan. Ixcham o'lcham, qulay ichki makon, xavfsizlik tizimlari va ilg'or texnologiyalar uni kundalik foydalanish uchun ideal qiladi. Agar siz ham zamonaviy, arzon va ishonchli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2025 Chevrolet Matiz siz uchun eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va tarmoq orqali yangi avto